Ushbu kontur Qo'rg'ontepa Xalq banki tomonidan Qo'rg'ontepa tumani iqtisodchi MF 208-konturda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida kartoshka mahsuloti ekilgan. Ushbu konturda jami 68 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. U jami 10 gektarni tashkil qiladi. Ushbu konturda kartoshka mahsuloti dastlabki ekin turi sifatida ekilgan. Hozirda ushbu kartoshka mahsuloti sifatli agrotexnika ishlari bilan ta'minlangan hamda sug'orish ishlari bilan ta'minlangan. Ushbu kontur o'ng tarafdan fermer xo'jaligi bilan, chap tarafdan avtomashina qatnov yo'li bilan chegaradosh. Ushbu konturda bir nafar lot egasi uchun o'rtacha 30 million so'm daromad olish rejalashtirilgan. Ushbu konturga lider tadbirkor sifatida Potensial mas'uliyat cheklangan jamiyati hamda Sulton Omad kooperativi biriktirilgan. Hozirda ushbu kontur egalari dehqon xo'jaliklari bilan birgalikda agrotexnik ishlarni amalga oshirish hamda sug'orish ishlari amalga oshirish olib borilmoqda hamda ikkinchi ekinga serdaromad, serhosil mahsulot ekish uchun samarali ishlar amalga oshirib kelinmoqda.